Toshkent viloyatida yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va olimpiya harakatini ommalashtirish maqsadida o'tkazilayotgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarini o'g'il bolalar yo'nalishidagi bahslar Bekobod tumani sport maktabida bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqani birinchi mintaqaviy bosqichida Bekobod shahar, Bekobod, Piskent, Bo'ka tumanlaridan saralangan eng iqtidorli yosh atletlar ishtirok etdi. Sportchilar umumiy hisobda 10 ta vazn toifasi bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. 100 nafardan oshiq bolalar qatnashyapti. 49 kilogramdan 109 kilogramm vazn toifasigacha qatnashyapti. Musobaqa hozirgi paytda avj pallasida. Musobaqadan maqsadimiz yoshlar, yosh iqtidorlarni tanlab olib, Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markaziga yo'naltirish. Bellashuvlar jarayonida yosh atletlarning texnika, jismoniy tayyorgarlik, iroda va matonat bobidagi ko'rsatkichlari hakamlar hay'ati tomonidan yuqori baholandi. Musobaqada g'olib va sovrindorlar keyingi bosqichga yo'l olishdi. Ushbu loyiha nafaqat sportchilarning o'z ustida ishlashini namoyish etuvchi maydon, balki ularni mintaqaviy darajada tan olinishi uchun muhim imkoniyat bo'lib xizmat qiladi.